Kuni kecha hurmatli prezidentimiz tomonidan qabul qilingan yangi qaror, ya'ni o'sha madaniyat va san'at sohasini tubdan takomillashtirish va xususiy sektorni rag'batlantirish to'g'risidagi qaror, bu tizim uchun juda katta tarixiy qaror bo'ldi. To'g'risi ushbu qarorni bir necha o'n yillardan beri kutilayotgan qaror edi. Chunki globallashuv zamonida aynan o'sha boshqaruv tizimini yangi bir mexanizmdan o'tayotgan bir paytda ushbu qarorning ahamiyati har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Agar qaror mazmun mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda o'sha bugun zamonaviy boshqaruv tizimini joriy etish orqali o'sha kreativ iqtisodiyotga juda katta hissa qo'shayotgan madaniyat va san'at sohasidagi o'sha tizim tashkilotlarini yangicha bir yondashuv asosida boshqaruv tizimini takomillashtirish, ayniqsa o'sha tumanlardagi 800 ga yaqin madaniyat va san'at markazlari, madaniyat markazlarining faoliyatini butunlay qayta ko'rib chiqish, ayniqsa o'sha madaniyat markazlarining boshqaruv tizimini to'liq madaniyat vaziri tasarrufiga o'tkazish va ularni o'sha boshqaruv tizimini KPI asosida rag'batlantirib borish mexanizmlari to'g'risidagi o'sha ko'rsatmalar juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki bugun zamon rivojlandi. Ayniqsa o'sha tizim tashkilot rahbarlarining ish faoliyatini tubdan takomillashtirish uchun aynan KPI tizimini joriy etish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ishlagan yoki ish faoliyati to'g'ri yo'lga qo'ygan ham bir xil maosh olishadi yoki bo'lmasa ish faoliyatini unchalik to'g'ri yo'lga qo'ymagan ham bir xil oylik maosh olayotgan paytda, ayniqsa o'sha bu tizim orqali rag'batlantirish choralarini ko'rish kerak bo'lsa, o'sha kelajakda lavozimni ozod qilish masalalari ko'tarilganligi ayniqsa o'sha muhim ahamiyat kasb etadi. Albatta bugun ijtimoiy tarmoqlarda umuman o'zbek segmentida o'sha milliy kontentimiz masalasida juda katta muammolar duch kelyapmiz. Bu nafaqat madaniyat san'at sohasida, barcha sohalarda biz milliy kontent yaratishda birmuncha oqsayotgandekmiz. Ayniqsa o'sha milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz, milliy madaniyatimizni aks ettiradigan kontentlar o'sha ChatGPT tizim tarmoqlarida sun'iy intellektda bizni kontentlar juda kamchilik tashkil etayotgani uchun ayrim misol uchun mana hozir studiyalarda qo'shiqlar yozilyapti sun'iy intellekt asosida. Hatto shunday nimalar borki, shevaga xos so'z degan tushunchalar bor filologiyada. O'sha bizni milliy qo'shiqlarimizni yoki milliy kontentlarimizni yoki milliy an'analarimizga xos cholg'u instrument chalgan misol uchun muayyan bir asarlarimizning ijrosi bizni milliy qadriyatlarimizdan ancha yiroq. Ayniqsa mana qo'shiqlarimiz ko'proq fors shevasiga, laqchasiga mos bo'lgan qo'shiqlar sun'iy intellekt yaratyapti. Nima uchun? Chunki bizni milliy kontentimiz sun'iy intellektda juda kamchilik tashkil etyapti. Ixtisoslashgan san'at maktablarining faoliyatini tubdan takomillashtirish to'g'risida qarorda belgilangan vazifalar juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa biz ixtisoslashgan maktablar 9-sinfdan o'quvchilarni qabul qilardik. Mana endi bu qaror bilan musiqa ta'lim yo'nalishlari 5-sinfdan qabul qilish tizimi joriy etildi. Eng qizig'i va muhim jihati shundaki, 5-sinfda qabul qilinayotganda o'sha ta'lim bilan bog'liq xarajatlar to'liq davlat byudjetidan qoplab berilishi belgilab qo'yildi. Bu esa o'sha qarorning o'ta muhim bir ijobiy bir tomonlaridan biri hisoblanadi. Ikkinchidan, bizga eng katta muammo bo'lib turgan jihatlari ixtisoslashgan maktablarni tamomlagandan so'ng oliy o'quv yurtiga kiradigan talabalardan tashqari oliy o'quv yurtiga jalb qilinmagan o'quvchilarning katta qismi bugun hech qanday diplomi yoki bo'lmasa o'sha belgilangan shahodatnomasi biron bir ta'lim muassasalari faoliyat yuritishga to'sqinlik qilardi. Mana shu qaror bilan ixtisoslashgan maktablarni tamomlaganlar bemalol musiqa va san'at maktablarida o'qituvchi sifatida faoliyat yuritishini yo'lga qo'yish to'g'risidagi o'sha belgilangan topshiriq yoki ko'rsatma butun tizimdagi o'sha ixtisoslashgan maktabda o'qiyotgan o'quvchilarga juda katta bir motivatsiya berdi. Endi ixtisoslashgan maktablarga kelayotgan o'quvchilar soni keskin darajada oshishiga ham bu albatta qaror o'zining bir ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Ushbu qarorda yana bir muhim jihati xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash tizimi joriy etish to'g'risida katta bir masalalar ko'tarilgan. Endi zamon rivojlanyapti. Dunyoda o'sha ko'plab davlatlarda xalqaro festivallarni, umuman mana shu madaniyat san'at sohasidagi o'sha aholini jalb qilish masala xususiy sektorda zimmasiga yuklangan. Bizning mamlakatimizda mana davlatimiz tomonidan shu vaqtga qadar juda katta misol uchun yukni davlat o'z bo'yniga olib, o'zini byudjet mablag'larini ajrata boshladi. Endi sekin-sekin baribir o'sha zamonaviy globallashuv zamonida xususiy sektorga beriladigan imkoniyatlarni ko'rish mumkin edi. Mana shu qarorda juda katta masalalar ko'tarilgan. Birinchidan, hududlarda madaniyat mehmonxonalari tashkil etish masalasi. Bu masala ishoning kelayotgan turist uchun
xalqimiz uchun juda katta bir tarixiy voqea bo'ldi. Nima uchun desangiz, misol uchun bizni milliyligimizni, qadriyatlarimiz, an'analarimiz ko'rsatuvchi biron bir nima deydi, inson kelayotgan mehmonlar ko'rsatadigan bir namunaviy bir markazlarimiz yo'q edi. Ana endi madaniyat markazi, madaniyat mehmonxonalarida kelayotgan turistlar bir hisobda yashashi va xuddi shu hududdagi madaniyat markazlarining atrofida bemalol o'zlarining o'sha ijodiy namunalarini ko'rsatish orqali qadriyatlarimizni, an'analarimizni ularga bir imkoniyat darajasida yoyishga harakat qilinadi. Bu juda katta bir loyiha hisoblanadi. Buning uchun biz prezidentimiz katta rahmat aytamiz. Chunki ishoninglar, mana misol bugun shu kechagi kunda O'zbekistonga 11 milliondan oshiq turistlar tashrif buyuryapti. Bundan keyin turistlar oqimi mana o'tgan yilga nisbatan ham bu yil ham oshyapti va ertaga madaniyat mehmonxonalar quriladigan bo'lsa, namunaviy mehmonxonalar, unda o'sha o'zbekning, haqiqiy o'zbekning yuzini ko'rsatadigan o'sha nima deydi, qabul qiladigan yoshlarimizdan tortib, unga o'sha gid tarjimonlar qiladigan yoshlarimiz, o'sha ichidagi jihozlardan tortib, unga quyib berilayotgan choylarimizning o'sha shaklidan hammasi milliy nima deydi, model asosida tashkil bo'ladi va bu kelayotgan mehmonlarga ham juda katta biz milliyligimiz, qadriyatlarimiz aks ettiruvchi bir qanaqadir yangicha bir yondashuvda ularga bir motivatsiya beradi. Shuning uchun bu loyihani amalga oshirish ham katta bir ijobiy turtki bo'ldi. Bundan tashqari ushbu qaror bilan yana bir muhim masala ko'tarildiki, bu o'sha madaniyat markazlari xususiylashtirish masalasi. Endi mana O'zbekistonda 800 ga yaqin madaniyat markazlari faoliyat yuritayotgan bo'lsa, bugungi kunda madaniyat markazlarining juda katta qismi davlat byudjeti qaram yoki bo'lmasa o'sha boshqaruvda ayrim muammolar duch kelgan. Mana shu madaniyat markazlari xususiy sektorga bir qismini berish orqali tajriba sinov asosida ularni qo'llab-quvvatlash, o'sha subsidiyalar ajratish, kredit mablag'lar berish kabi masalalarning ushbu qarorda aniq va mexanizm yaratilib qo'yilganligi xususiy sektorda faoliyat yuritgan tadbirkorlar uchun ham juda katta sarmoya yoki juda katta bir ishlarda ijobiy bir natija beradi. Chunki biz o'ylaymizmi yo'qmi, bugun kreativ iqtisodiyot orqali kelayotgan daromadlarning juda katta qismi bugun madaniyat san'at orqali, kinolar orqali yoki festivallar orqali kelayotganini hisobga oladigan bo'lsak, albatta bu tizimga ham xususiy sektorni aralashtirish yoki xususiy sektorga imkoniyatlar berish bu juda katta ijobiy tizimni rivojlanishiga turtki bo'ladi.